Parvardigorim, büyük mana Ramazon-i Sharif kirib keldi. Ramazon-i Sharifning kirib kelishidan butun dunyoga o'lim ofiyat beruvchi, butun dunyoga xayr va baraka beruvchi muborak bir oy aylanadi. Zotan Ramazon muborak bir oy. Oylarning sultoni, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, o'zing kalomi sharifingda va'da berib qo'yding. Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida bayon qilib berdilar. Ramazon-i Sharif, Parvardigor olam, ixlos bilan ro'zasi tutilganda, onadan tug'ilganda kishi qanday gunohsiz bo'lsa, ana shunday gunohsiz bo'lib chiqar ekan. Ya Alloh, bu darajalarni topishimizni o'zing bizga muvaffaq qilgin. Parvardigor egam, Ramazon-i Sharifni o'zingga vasila qilib so'raymiz. Ramazonda qilinadigan xatmi Qur'onni vasila qilib o'zingdan so'raymiz. Parvardigor egam, ya Alloh, aziz xalqimizdan rozi bo'lgin. Bu xalqni tepasidan davlat rahbarimizdan, barcha mutasaddilardan, muftiy hazrat boshliq diniy soha xodimlari, imomlar, fatvo muftiylari hammalaridan rozi bo'lgin. Parvardigor olam, xalqimizning madaniyatini go'zal, moddiyatini chiroyli, ko'p, ya'ni boy, ya'ni ma'naviyatni ustun, ruhiyatni g'olib xalqlardan aylagin. Parvardigor egam, muxlis bir jamoa uzoq yaqindan kelib, soatlab oyog'i tik turib kalomingni eshitib, qo'llarini beliga bog'lab, kindik ostiga bog'lab, senga bandashliklarni arz qilib turibdilar. Ya Alloh, biz gunohkor va ojiz bandalaringga rahm qilgin. Gunohlarimizni afv etgin. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Aka-uka, opa-singillarimiz, ahli bayt farzandlarimiz, do'stlarimizni, jamiki mo'min, mo'mina, muslimalarning gunohlarini kechirgin. Xosatan yonimizdagi qabristonda yotgan barcha mo'min, mo'mina, muslimalarni va masjidimizni, bizni masjidimizni qurib bergan Murod akamizni, ya Alloh, ruhlarini shod etgin, makonlarini jannat